Qur'onda jannat shunchalik batafsil tasvirlanganki, u yerga iloji boricha tezroq borishni istab qolasiz. U yerda ko'ngil ishtaha qiladigan va ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar u yerda abadiy qolursizlar. Payg'ambarimiz shunday dedilar: u yerda doimo sog'lom bo'lasizlar va hech qachon kasal bo'lmaysiz. Boqiy yashaysiz, hech qachon o'lmaysiz. Hech qachon qarimaysiz, doim yosh bo'lasiz. To'kin sochinlikda yashaysiz, hech qachon muhtoj bo'lmaysiz. Jannatda erkak kishi o'zining eng navqiron va kuchli payti 33 yoshida bo'ladi. Er-xotinlar jannatga kirsalar, ularning turmushlari ham abadiy davom etadi. Bu dunyoda nikoh qurolmaganlar u yerda istagan kishisi bilan nikoh quradi. Rasululloh jannatni bunday tasvirlaydilar: jannat oltin va kumush g'ishlardan qurilgan, uning hidi mushk, mayda toshlari marvarat va yoqutdan, tuprog'i esa zafarondandir. Kimki unga kirsa boqiy yashaydi, azob ko'rmaydi, baxtli yashaydi va o'lmaydi.